Assalomu alaykum, hurmatli Qudrat.uz kanali obunachilari, chorvadorlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar. Bugungi videomiz Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tuman Zarkan chorva bozoriga chiqqanmiz, lekin bozorlarimiz bo'm-bo'sh, mollar yo'q. Shuning uchun video qila olmadik, bu qalada. Mana shu yerda bir damana, mana shu yerda 10 dona boqma bor, bu hammasi ko'chat buqachalar ekan. Shuning uchun qo'ldan kelganicha bitta video qilamiz. Shu ona bolaligu, boqmayu, qo'yu imkon qadar hammasini bitta qilib ketaman. Pashti yo'q, hech nima. 4 dona, 5 donadan mollar qoldi. Bo'm-bo'sh bozorlarimiz ham. Endi kech qoldik desak, asli vaqti yaxshi, kecha emas. Shuning uchun bu safar endi bu joyga chiqish sal xato bo'lib qolibdi. Bundan ko'ra shu Shahidondan chiqazaverar ekanmiz. Odam kamda, chunki mollar ham kam kelyapti. Balkim Qirg'iziston bekor desak, Rossiyadan kiryapti o'zi aslida, lekin hayronman. Vaziyatga qaraymiz, agar yaxshi bo'lib tursa, xudo xolasa chiqamiz. Bugungi chislamiz 2025-yil 13-may haftani seshanba kuni. Endi qaysi biridan chiqarishga ham hayronman. Unaqangi ko'p mol yo'q. Tabii video qilib chiqaradigan darajada. Bozorlarimiz pashti bo'm-bo'sh bo'lib qolibdi. Shunga ikkilanib video qilyapman. Bir datkan bozor savdo bo'layotgan joyini ham ko'rmadik-da. Ko'rsatib ketay desam. Bozorlarimiz bo'm-bo'sh mana. Xo'p, hurmatli obunachilar, bu hafta endi videomiz bu joydan bo'lmaydi, chunki savdoning o'zi yo'q. Ko'rsatgani. Endi chiqazib tashlay desam, bilmagan narsani ham chiqarish qiyin. Qaysi birini olishga ham hayronman. Egalari ham pashti yo'q. Endi inshaalloh ertaga chorshanba kuni Yorqo'rg'on chorva bozoridan chiqazamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xafagarchilik bo'lmaydi degan umiddaman. O'zi bozor kamda. Sog' bo'linglar.